Assalomu alaykum obunachilar. Yozgi bostirma qurilish jarayoni 3-video. Kecha kunga chizib ketgan istashga shunday bo'lyapti. Xudo xolasa ustakalarimizga jarayoni mana yaxshi ketyapti. Bu tomoni ishlashgan chizig'i boshqacha, pechatlab ketyapmiz. Xuddi fermalarga o'xshagan pechatda. Ustakalarimizga g'ayrat berib tursin. Keyin yana bir narsani aytib ketish kerak. Kecha uydagilar mana konteynerni stoykasidan olib ketdi. Mana shu bitta stoyka 110 ming so'm. Shu 2 o'mlar chiqadi. Hali ularni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Mana shu Do'rma akani taniganlarga